Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Uzaminan kanali va bugungi kanalimizdagi yangi video Telegram akkauntimizda Telegramdan butunlay удаление akkaunt, ya'ni delete account qilib, umuman akkauntni o'chirib tashlash haqida bo'ladi. Bu shunchaki log out deb chiqib ketsalaring, akkaunt o'chirilmaydi. Endi bugungi video darsda sizlar akkauntni to'liq tarzda chiqarib yuborish, akkauntni o'chirib tashlash haqida o'rganasizlar. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Akkauntini o'chira olmay yurganlar ham bu videoni topish oson bo'ladi. Xo'p, demak, videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Biz buning uchun Google ga kiramiz. Google ga kirib, My Telegram deb yozamiz. My Telegram qidirtirganimizda mana birinchi chiqqan sayt. Shunga kiramiz. Kirganimizda bizda shunday o'yin ochiladi: delete account or manage apps, ya'ni shu akkauntni o'chirib yuboring yoki ilovani boshqaring. Xo'p, bu yerda pastga qarasak, your phone number degan joyi bor. Bu yerga o'chirib yubormoqchi bo'lgan akkauntimizga ochilgan nomerni kiritamiz. Mana shu qaysi nomerga ochilgan bo'lsa Telegram akkaunt, shu nomerni kiritamiz. Misol uchun men hozir akadan foydalanaman. Misol uchun akami yoki Telegram original o'zimni farqi yo'q. Telegraf aka umuman qanaqa Telegram bo'lish farqi yo'q. Shu nomer bo'lsa bo'ldi mana. Men o'zimni virtual nomeriga ochganman. Alohida video ishlash uchun shuni endi kiritamiz. Yana. Xo'p. Mana qaysidir davlat nomeri bilmadim. Xo'p, next deb bosamiz. Bosganimizda mana kod ketdi. Kod ketdi. Endi Telegramimizga mana o'zi aytgan. Enter your phone number and we will send you confirmation code via Telegram, not SMS. Ya'ni SMS orqali kelmaydi kod. Bu faqat Telegram akkauntimizga boradi. Xo'p, keldimikin mana. Mana kelibdi. Web login code dear Uzaminant. Mana this is your login code. Mana shu faqat raqamli bo'lmaydi, harf aralashgan bo'ladi. Ustiga bitta bossak, mana bu kopiya qildi, kopirovat qildi. Confirmation code degan joyiga kiritamiz buni. Kiritganimizda sign in deb bosamiz. Bosganimizda mana API Development Tools, delete account yoki log out. Eng pastiga log out deb bosadigan bo'lsak, akkauntdan shunchaki chiqib ketadi. Ikkinchidagini bosishimiz kerak biz, delete account deb. Mana bosdik, delete account. Bosganimizda mana why are you leaving, ya'ni nimaga akkaunt o'chirib yuboryapsiz, nimaga tark etyapsiz akkauntni deyapti. Bu yerga sabab yozish kerak, lekin sabab yozish shart emas. Просто delete my account shuni bosib qo'ysak bo'ldi. Shu bilan akkaunt o'chib ketadi. Men akkauntni o'chirib olmayman, chunki bundan keyingi videolarda ham bu akkauntdan foydalanaman. Shuning uchun videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga tarqatib qo'yamiz. Kommentda o'z fikrimizni bildirib, bundan keyingi videolar nima haqida bo'lishi kerakligini bemalol yozib ketishinglar mumkin. Hammaga rahmat.